eski do'stlar, eski do'stlar, eski do'stlar, boshimning toji ular. Yoshligu zavq, mardligu shavq, boji hiroji ular. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Endi ustozni qo'llaridan bugun boshqacha oshni ham topib qo'ying Nodir aka. Aka chin dildan bo'lyapti va albatta. Avvalambor assalomu alaykum, qadrdonlar, hurmatli jonli ijro jangchilari. Men sizlarni bugun xonadonimizda ko'rganman. Olimjon ukam sabab bu jamoaga o'tgan safar qo'shildik. Xudo xolasa oqibatimiz xayrli bo'lsa, hali kutilmagan joyda bo'lib ketdi. Avvalo rahmat shunchalik ekan, bu hali ishxonamiz to'liq holatda ochilib ishlagani yo'q edi. Lekin Olimjon aka bo'ldi ketdi. Bugun mana shu nimani uyushtirib yubordik gapimizni. Xudo xolasa bu boshlanishi, xudo xolasa ochilish marosimiga alohida hamma keladi. Hamma ochilish marosimini chiroyli qilib istoriyaga qo'yamiz. Aytadi, "Koshonang chakmas knyaz." Ashtaxonda mehmonlar bor mana. Ularni kutib olishimiz kerak. Sizlar ishda davom eting. do'stlar, xudo xolasa biz anchadan beri Maqsad akamni taklif qilardik jamoamizga, lekin akam mana fursat endi bo'pti. Endi bundan bag'iga xudo xolasa biz bilan birga bo'ladilar. YouTube'da mana bu boshlanishi hali xudo xolasa bu kecha davomida zo'r qo'shiqlar, jonli ijrolar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Videoni oxirigacha shu 1 soatlik ko'rsatuv bo'lsa, hammasini ko'ringlar. Boshqacha bo'ladi bugungisi. Xudo xolasa bombalari o'rnida. Bugun mana shu yerda mana Nizomxon ukam, Ahmedin, o yigitlar, hofizlar, zo'rlar kelgan. Eng asosiysi aka, biz ustozlarda har ko'rsatuvimizga, har gapimizga bittadan ustozlarni taklif qilganmiz. Bugun ham bir kelishsa ko'rasizlar, ajoyib ustoz san'atkorni chaqirganmiz. Xudo xolasa har safar vodiyimizning eng zo'r ustozlarini mehmonga chaqirib yanada boyitamiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etamiz. 100 yoshda senga olqish aytayim. Yangi do'st qopmoq go'zaldir, eskidek bo'lmoq bu hayot sinov makoni. Biz bilan o'ynar do'stim odam aybin topib aytaverma kun sayin. Chalay mutrib ushbu kunda eski do'stlarning kuyla hofiz ham jaranglat barcha do'stlarning qo'yin. Eski do'stlar, eski do'stlar, boshimning toji ular. Eski do'stlar, eski do'stlar, boshimning toji ular.
eski do'stlar, eski do'stlar, başımın tacı Amalarımız, işlerimiz olmadı bilirsin. Bu günlerge sağ sağlamak Nodirbek 3 minutga dimlayapmiz hozir. Cho'qqa ketsa degan joy. Burxon akami mana chaqirdi, ustoz keldilar mana. Ustozni osh qilishini ko'rib havas qilganmiz. U Usmonxon amakini choyxonalarida tomosha qilaverib, Abiljonim to'saverib bizni. Oxiri kabirni ham bir kun oldik. Bir ustozlar yo'lida xudo xolasa qo'ldan kelgancha baholab turib oshlarni qildik. Ustoz nima deysiz oshga rangidan bilasiz. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r. Gap yo'q. Ustoz sizni ham ko'rib xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Marbjon akam, qanaqa Marbjon? Keling Marbjon aka. Biz aka o'zimizni siz endi aka Marbjon aka Ma'rufjon bilan osh qilib turganimda tuz ko'ruvchida. Degustator. Pasaytiringlar. O'chirib qo'ydik. Hali antena burashdan ekanda, o'chdi deydi. Yo, bugun choyxonamiz aka o'zi rostdan ishlagan yo'q. Bugun shu jonli ijro qirollari aka nima bo'lsa bo'ldi, shu yerda qilaveramiz deyishdi. Aka, hali 2 soat oldin kelganingizda ham bir hali nima holatda bas. Hozir gazimiz tushgan yo'qdi. Mashinaning gaz ballonini yechib, unga reduktor o'rnatib, kran o'rnatib, o'rnatdik. Shu, ha. Osham o'sha Lisa Parkdagi Lisa Yaxshi shogird ko'z bilan o'g'irlaydi. Yaxshi shogird mana aytaman, ko'z bilan o'g'irlaydi. Endi hali Ertash qilasiz. ha, to'xta. O'chirib tur. Ha, nima qilaman? Ochib boring, ochib qo'ying. O'rtaga yo'yib boring, tursin keyin past. To'xtab tur. Yo'yib tashing, fonni yo'yib boring. O'rtasini oching. Yo'yib tashing. Yo'q. nafas olsin deyaptilar-da. Sal yo'yib boring. Keyin tegmay bunga, ko'ppas tursin. Bir 10 minutcha turaversin. Umuman tegmay qoladi. Mana shu qayerda qoladi-yu, keyin bekitib bersin. Umuman tegmay turaversin. Yo'q, Baqiroq turadi. Yo'q, ochaver sekin. Och! Bo'ldi. Yo'q, uchib qoldi. Antena bo'ldi. Tagiga shuni tiqib qo'ying. Bo'ldi. Tagiga tiqib qo'ying. Ha, bo'ldi. O'tib ketdi. unga borguncha u bo'ladi endi. Ana shu pari chiqib ketsa bekitsiz keyin yaxshi bo'ladi. Mana. Yana bitta kattasi. Aka, ishonsangiz baliq qo'shni o'rgandim. Bir joyda bir baliq qo'yib berdim. O'zi yaxshi niyatda shularni o'rganib qiziqish. Hali hammalar hobbi har xil, siz bilan mazza qilasiz. Osh pishirsak, aka bitta narsa, mana shularni qovurib qilsangiz bir boshqacha bo'lar ekan. Oshni ta'mida ham nimasi? Endi kimdir yeydi, kimdir yemaydi. Yo, endi aka baribir oshga o'targanda yesa yemasa nimasi? Mazasi. Yemasalar o'zim yuviladi. Shunga so'zini tashlagan paytingiz bor-ku. Keyin mana qurib qoladi. Qo'ying, ichida qolaversin. Ha, Chiqib tegmay. bismillah. Bo'ldi. Oshingiz hammasi yeydi. Sog' bo'lasizlar. Sog'. Ana.
Bittimi do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Jonli ijro jangchilarida ustozlar kayfiyat bomba. Xullas, xudo xolasa biz ustozlarni taklif qilganmiz. Bizni bir gap o'tirishimiz bu, bir ko'rsatuv biz bilasizlar, YouTube kanali uchun, o'zimizning Instagramimiz uchun. Hozir ustozimiz Shukurjon Burxonovdan biz ustozni yaxshi ko'rib, bugun taklif qildik, bir qo'shiqlaridan sizlarga ham ilinamiz, marhamat. Yazlar ötdi, kışkaldı, adağ yok, kışkaldı. Yazlar ötdi, kışkaldı, adağ yok, kışkaldı. Gül kola, kaşkaldı. Ketsa aldamchi ko'ngil to'la g'ash qoldi ketsa aldamchi asliga xo'p sanar etgan kokillarin danar etgan asliga xo'p sanar etgan keng dunyo par etgan ketsin aldamchi keng dunyoni par etgan ketsin aldamchi ertak bo'ldi to'yganim ermak qildi suyganim ertak bo'ldi to'yganim ermak qildi suyganim yetmasmidi kuyganim ketsin aldamchi o'shal qizga aytinglar yo'lin qayga soladir o'shal qizga aytinglar
yo'lin qayga sanadir Valimga qoladir Ketsa ketsin aldamchi Valimga qoladir Ketsa ketsin aldamchi Yozlar o'tdi qish qoldi Adab yo'q qish qoldi Yozlar o'tdi qish qoldi Adab yo'q qish qoldi Ko'ngil to'la g'ash qoldi Ketsa ketsin aldamchi Ko'ngil to'la g'ash qoldi Ketsa ketsin aldamchi Ketsa ketsin aldamchi Oyamam burada. Osmonda oy to'lgan kecha Mening sevgim o'lgan kecha Osmonda oy to'lgan kecha Mening sevgim o'lgan kecha Men yig'ladim, men yig'ladim Sening to'ying bo'lgan kecha Men yig'ladim, men yig'ladim Sening to'ying bo'lgan kecha Odamlarga to'lgan ko'cha Yar aytib kelgan kecha Odamlarga to'lgan ko'cha Yar aytib kelgan kecha Men yig'ladim, men yig'ladim Sening to'ying bo'lgan kecha Men yig'ladim, men yig'ladim Sening to'ying bo'lgan kecha Chimildiqda o'zga yoring Seni suyib quchgan kecha Men yig'ladim, men yig'ladim Sen o'zgani quchgan kecha Osmonda oy to'lgan kecha Mening sevgim o'lgan kecha Osmonda oy to'lgan kecha Mening sevgim
o'lgan kecha men yig'ladim sening to'ying bo'lgan kecha men yig'ladim sening to'ying bo'lgan kecha Qishloqdagi tengdoshim Allohum Alloh telefonimni ol, hozir faqat. Eng kulminatsion nuqtalar o'rtoqlar e'tibor qilamiz. Qo'ldan kelgancha hozir mana eng kulminatsion nuqtalari. Qani bismillah. Ovoz, mana bu ovoz endi nima deydi? Nima deyapti deydi-yu. Tuxumlarni oling. Joningdan. Kim olgan yigitlarda? Abo muslimi sohibi Qur'on. Sebbis rayyoni. Birinchi zarbalarida gurzigan nom bilan qaytlarga yurgan. Bilasizmi? Bilmasangiz mana bu osh deganingizda keyin bilib olasiz. Abo muslimi sohibi Qur'on. Sabbay sayyorni gurzigan nom bilan urganlarda oshni yemagan payt bo'lganlar. Birinchi zarbalarda chizjalarigacha, ikkinchi zarbalarda bellarigacha degan. Ba'zi bir ma'lumotlarda ularlargacha degan joylar yo'q. Bismillah. Bu buzallarmi? Bir chekkasidan deyapti. Dehqon. Ustoz. Bu gachitga yo'q. Endi ba'zida ninaqa qilib qo'yadi-da. Joningni Parishon holim, iqbolim. Yuzlari oyim, lablari bolim. Yor bo'lib meni. Yor bo'lib meni. Voy Burxonjon aka. Siz stilizali joyi menga juda ma'qul. Yoy boring dedingiz-ku. Bitta akajon osh bo'lgan uchmi? Hammalarning sog'liklarini yetkazib, mehmonga kelgan odamni degan mayli. Esdalik, sog'-salomat bo'linglar. Burada imzo bo'lsa hammalaringga rahmat, e'tiborchi. Osmon olis, osmon jim, bir yoqlarda qor yog'ar. Seni qanday sevardim, ko'rolmadi yomonlar. Osmon olis, osmon jim, bir yoqlarda qor yog'ar. Seni qanday sevardim, ko'rolmadi yomonlar. Hay hay ulan jon ulan, jonim qaqshar yor yor. Qayda bo'lsang sen bilan sevgim yashar yor yor. Hay hay ulan jon ulan, jonim qaqshar yor yor. Qayda bo'lsang sen
yashar yor yor. Osmon olis osmon jim, yulduzlar ham sen tomon. Muhabbatga shongan bu dunyoda men yomon. Osmon olis osmon jim, so'nib zuhro yulduzim. Unutmasman hech qachon, unutmagil yolg'izim. Unutmasman hech qachon, unutmagil yolg'izim. Hay hay o'lan jon o'lan, jonim qaqshar yor yor. Qayda bo'lsang sen bilan sevgim yashar yor yor. Hay hay o'lan jon o'lan, jonim qaqshar yor yor. Qayda bo'lsang sen bilan sevgim yashar yor yor. Qayda bo'lsang sen bilan sevgim yashar yor yor. Bu hozir YouTube cholinyapti. Rahmat. Endi bitta narsa qilamiz. Hozir oshimiz tayyor. Osh deymiz. Endi to'g'risi endi keldik eksklyuziv bo'ladi. Kecha bitta relsga bitta narsa qo'ygan edim. Shuni to'lig'i bor. O'zimga ham chalaydi so'zlarga qarab turib olamiz va YouTube'ga qo'yamiz. Haddingni bil, haddingdan oshma degan bir qo'shiq bor. Shuni oxirigacha bugun aytamiz, xudo xolasa. Oxirigacha qo'yamiz. Ungacha mana syomka qilib osh suzamiz lastik. Qadrdonlar, shunaqa mazza qilyapmiz. San'atkorlar, ustozlar bilan eng tarixda qoladigan qo'shiqlarni yaratgan insonlar bilan o'tiribmiz. Mastaka qo'shiqlar qilishyapti, o'g'lim akam birga bomba bo'lyapti. Xudo xolasa chotki bo'ladi. Bitta ko'ringlar buni. Ikkita yarimta bestroy. Xudo xolasa oshimiz tayyor inshaalloh. Mahjon aka ustozimizni qo'llaridan bo'lyapti xudo xolasa. Osh ham asal Osh bu shaxsan kiyik go'shiga bo'lgan osh, Mastagam ustoz o'zidan bergan. kelma navbat kelguncha shoshma, o'zingni
haddingni bos, chindan oshiqman. Kim bo'lsang ham puldormi, g'arib. Haddingni bil, haddingdan oshma. Gardunudun aylanar charxi. Bir puldur bu dunyoning narxi. Odam aziz, azizdir qadri. Haddingda tur, haddingdan oshma. Gardunudun aylanar charxi. Bir puldur bu dunyoning narxi. Odam aziz, azizdir qadri. Haddingda tur, haddingdan oshma. Kimsa amalda kimga keyin kimlargadir naqd. Ketma tildan o'zingdan har vaqt. Haddingni bil, haddingdan oshma. Kamon yoyida bo'ri chiqaverar zo'ridan zo'r. Haddingni bil, haddingdan oshma. Qaytar dunyo, qaytar shubhasiz. Kim bo'lmasin, mardmi yo xasiz. Parchalanish kibrdan shaksiz. Haddingni bil, haddingdan oshma. Parchalanish kibrdan shaksiz. Haddingni bil, haddingdan oshma. Haddingni bil, haddingdan oshma. Berganlarimizni ayting. Shunaqa do'stlar, xudo xolasa kechamiz davomiy jonli ijro jangchilarida bugun ustozlar, mehmondalar. Kechamiz davom etadi, kuzatishda davom etdi. Eng qiziqlari hali oldin. Yoningda otang bo'lsa, didori g'animatdir. Yoningda otang bo'lsa, didori g'animatdir. Umring yo'lida sarbon
sardori g'animatdur. Bosgan izini Makka tuprog'i bilan teng bilay, solgan nazari birlanay, guftori g'animatdur. Yoningda otang bo'lsa, didori g'animatdur. Qoshi kibrigi birlab siypalab rivoj berding, sochim soqolim qoshi xamar qori g'animatdur. Yaxshi bo'l bolam debam berganda ham azorlaring, qo'ldanda shirin bo'lganay azori g'animatdur. Yoningda otang bo'lsa, didori g'animatdur. Sarf qilib senga qomatini davom etsa, kamon qaddiyu boshida qori g'animatdur. Har so'zini yuz takror etsa ranjima o'g'lon, har so'zida yuz ma'no takrori g'animatdur. Otasiz uylar jimjit, vahmali mazoratdur. Goh shavqi goh suron, bozori g'animatdur. Otasi yo'qlardan bir so'rgin ota qadrin, derlarki endi bizga mozori g'animatdur. Sen otasi yo'qlardan bir so'rgin ota qadrin, derlarki endi bizga mozori g'animatdur. Farmoni Xudo birla kelsa ayrilib oni, so'ng izlab topolmassan chin bori g'animatdur. Yoningda otang bo'lsa, didori g'animatdur. Umring yo'lida sarbon, sardori g'animatdur. Ukamga ham bitta projektor alohida
beringlar. Ulug'bekjonga. Ustoz haqiqatdan mazza qilishdi. Sizga rahmat, kelganingizga rahmat. Har doim mana shunaqa davramizda kutamiz siz ustozlarni. Mana shunaqa fayzli bo'lib ketdi. Ustoz agar bu hali kelganimizda ham aytdi, baribir Xorazm san'atini sizdaqangi bizni Qo'qonda maromiga yetkazadigan yo'q. Jinday kayfiyat ko'tarish uchun shu Ulug'bek akam bilan agar ruxsat bersiz bir shingil Xorazmcha aytib bering. Biz raqsga chiqamiz. Shu bilan fayz bo'lib ketadi ustoz. Zubda olaylik. Nima ketsa, Burxonjon. Ketsa uyalmaylar, mana o'ynaydi, olib mana. Usul bor-a, Ulug'bek? Salati